Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har birimizga bevosita taalluqli bo'lgan bir mavzuni, ya'ni raqamli konfiskatsiya masalasini atroflicha muhokama qilamiz. Sizning raqamli aktivlaringiz xavf ostida bo'lishi mumkinligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Internetdagi pullaringiz, kriptovalyutalaringiz, domen nomlaringiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringiz bir lahzada qo'lingizdan ketishi mumkin. Bu bugungi kunda afsona emas, balki real xavfga aylangan hodisa. Bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Chunki u sizning moliyaviy va raqamli xavfsizligingizga bevosita ta'sir qiladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetsin. Muammoning mohiyati qadimda odamlar mulkini, masalan, yerini, uylarni, mol-mulkini musodara qilishganda bu jarayon ancha tushunarli edi. Musodara qilish deganda odatda jismoniy aktivlarni tortib olish tushunilgan. Davlat sud qarori yoki boshqa rasmiy organ qarori bilan shaxsning yer uchastkasini, uyini, avtomobilni yoki bankdagi naqd pulini musodara qilishi mumkin edi. Bu jarayonlarda hamma narsa aniq ko'zga ko'rinadigan edi. Musodara qilingan mulkni jismonan olib qo'yish, uning egalik huquqini o'zgartirish qonuniy tartibda amalga oshirilardi va bu jarayonlarni kuzatish, hujjatlar bilan tasdiqlash imkoniyati mavjud edi. Siz mulkingizni saqlash uchun uyda saqlashingiz, bankka qo'yishingiz yoki jismoniy himoya choralarini ko'rishingiz mumkin edi. Ammo bugungi raqamli davrda vaziyat tubdan o'zgardi. Endi mulk nafaqat jismoniy shaklda, balki raqamli shaklda ham mavjud. Bu kriptovalyutalar, onlayn bank hisobvaraqlari, elektron hamyonlar, domen nomlari, ijtimoiy tarmoqlardagi monetizatsiya qilingan sahifalar, NFT'lar va boshqa raqamli aktivlar. Raqamli konfiskatsiya tushunchasi aynan shu raqamli aktivlarni qonuniy yoki ba'zan shubhali yo'llar bilan tortib olish, bloklash yoki nazorat qilishni anglatadi. Jismoniy mulkni musodara qilishda eshikka kelib order ko'rsatish mumkin bo'lsa, raqamli mulkni musodara qilishda sizning hisobingiz to'satdan muzlatilishi, saytingiz bloklanishi yoki kripto hamyoningizga kirish imkoniyatingiz yo'qolishi mumkin. Bu jarayonlar asosan virtual maydonda sodir bo'lganligi sababli ular ko'pincha jismoniy musodaraga nisbatan sezilarsizroq, ammo ta'siri jihatidan undan kam emas. O'zgarish shundaki, sizning pullaringiz, ma'lumotlaringiz va biznesingiz endi internetda joylashgan bo'lib, ular bitta tugmani bosish bilan o'chirilishi yoki sizdan tortib olinishi mumkin. Bu o'zgarishlar global miqyosda. Chunki internet chegaralarini tan olmaydi va sizning raqamli aktivlaringiz dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan serverlarda bo'lishi mumkin. Batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Raqamli konfiskatsiya bu shaxs yoki tashkilotning raqamli aktivlarini davlat organlari sud qarori asosida yoki xizmat ko'rsatuvchi platformaning ichki siyosatlari orqali blokirovka qilish, muzlatish, egasidan tortib olish yoki unga kirishni cheklash jarayonidir. Bu nafaqat jinoiy ishlarga, balki ma'muriy huquqbuzarliklarga, soliq qoidabuzarliklariga, intellektual mulk huquqlarini buzishga yoki hatto siyosiy sabablarga ko'ra ham qo'llanilishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Bir kriptovalyuta egalari. Bu toifadagi shaxslar raqamli konfiskatsiyaga eng ko'p duch kelishi mumkin bo'lganlardir. Kriptovalyuta birjalaridagi hisob varaqlari markazlashtirilgan hamyonlar, masalan, onlayn hamyon xizmatlari va ba'zan hatto shaxsiy apparat hamyonlaridagi mablag'lar ham nishonga olinishi mumkin. Davlat organlari jinoiy faoliyat, masalan, pul yuvish, giyohvand moddalar savdosi yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan kriptovalyutalarni kuzatish va musodara qilish bo'yicha texnik imkoniyatlarni doimiy ravishda oshirmoqda. Misol uchun, bir nechta yirik birjalar sud qarori bilan foydalanuvchilarning hisoblarini muzlatib, ularda kripto pullarni hukumatga topshirgan holatlar mavjud. Agar sizning kriptovalyutalaringiz yirik birjalarda saqlansa va ushbu birjalar sizning shaxsingizni tasdiqlagan KYC Know Your Customer bo'lsa, ularni osongina aniqlash va muzlatish mumkin. Hatto xorijiy birjalar ham ko'pincha o'z mamlakatlari va xalqaro qonunlarga bo'ysunadi. 2. Onlayn biznes egalari. Agar siz domen nomiga ega bo'lsangiz, veb-sayt ishlatayotgan bo'lsangiz, onlayn do'kon yuritayotgan bo'lsangiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda biznes sahifalaringiz bo'lsa, siz ham xavf ostidasiz. Misol uchun, agar sizning veb-saytingizda mualliflik huquqini buzadigan kontent joylashtirilgan bo'lsa yoki davlat qonunchiligiga zid bo'lgan ma'lumotlar tarqatsangiz yoki hatto soliq to'lashdan qochishda gumon qilinsangiz
web saytingiz bloklanishi, domen nomingiz olib qo'yilishi yoki ijtimoiy tarmoq sahifangiz o'chirilishi mumkin. Bu holda siz nafaqat daromadingizdan mahrum bo'lasiz, balki biznesingizning obro'si ham putur yetadi. O'tun, muhim raqamli jamg'armalarga ega shaxslar, elektron hamyonlar, masalan, WebMoney, Qiwi, PayPal yoki onlayn bank hisobvaraqlarida katta miqdorda mablag' saqlaydiganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Bu platformalar, ayniqsa pul yuvishga qarshi qonunlar, AML, anti-money laundering va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash doirasida davlat organlari bilan faol hamkorlik qiladi. Agar sizning hisobingizda katta miqdorda pul paydo bo'lsa va bu mablag'ning kelib chiqishi shubhali deb topilsa, hisobingiz muzlatilishi va tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin. Freelancerlar va masofaviy ishchilar. Xalqaro to'lov tizimlari, masalan, Payoneer, Upwork Payments orqali daromad oladiganlar uchun ham xavflar mavjud. Agar sizning mijozlaringizdan biri sanksiyalar ostida bo'lsa yoki sizga pul yuborgan shaxsning faoliyati shubhali deb topilsa, sizning hisobingiz ham bloklanishi mumkin. Ba'zan hatto sizning mamlakatingizga nisbatan kiritilgan cheklovlar ham hisobingizning muzlatilishiga sabab bo'lishi mumkin. 5. Kontent yaratuvchilar. YouTube, Instagram, TikTok kabi platformalarda monetizatsiya qilingan sayfalar egalari uchun ham xavf mavjud. Agar sizning kontentingiz platforma qoidalari yoki mahalliy qonunchilikka zid deb topilsa, masalan, ekstremistik kontent, dezinformatsiya, zo'ravonlikka undash, sizning kanalingiz yoki sahifangiz bloklanishi, daromad olish imkoniyatingiz bekor qilinishi yoki butunlay o'chirib tashlanishi mumkin. Bu holda siz nafaqat moliyaviy yo'qotishlarga duch kelasiz, balki auditoriyangizni ham yo'qotasiz. Kim xavotirlanmasligi kerak yoki kamroq xavotirlanishi kerak? 1. Minimal onlayn faoliyatga ega shaxslar. Agar sizning internetda katta raqamli aktivlaringiz bo'lmasa, onlayn xizmatlardan kam foydalansangiz. Kriptovalyuta yoki katta elektron pullaringiz bo'lmasa, raqamli konfiskatsiya sizga bevosita ta'sir qilishi ehtimoli kamroq. Ammo hatto bunday holda ham shaxsiy ma'lumotlaringizning xavfsizligi va internetdagi obro'yingizga e'tibor qaratishingiz kerak. 2. Yuqori darajada markazlashmagan tizimlardan foydalanuvchilar. Misol uchun, ba'zi kriptovalyutalar yoki markazlashmagan ilovalardan foydalanish nazariy jihatdan konfiskatsiya xavfini kamaytiradi. Biroq hatto bu holatda ham sizning kirish parollaringiz seed phrase yoki qurilmalaringizga jismoniy kirish imkoniyati mavjud bo'lsa, xavfsizlikka to'liq kafolat berilmaydi. Shuningdek, pulni naqdlashtirish uchun siz baribir markazlashgan platformalardan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Bu esa zaif nuqta yaratadi. Real hayotdan bir nechta misollar va raqamlar. Misol 1. Kriptovalyutani musodara qilish. Tasavvur qiling, bir shaxs giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanadi va o'zining noqonuniy daromadlarini Bitcoin shaklida saqlaydi. Uning kripto hamyonida qariyb 500 bin AQSh dollari miqdorida Bitcoin mavjud. Huquqni muhofaza qilish organlari qora bozor faoliyatini tekshirish jarayonida bu shaxsning kripto hamyonini aniqlaydi. Maxsus dasturiy ta'minot yordamida ular tranzaksiyalar zanjirini kuzatib, hamyon manzili bilan bog'liq ma'lumotlarni topadilar. Sud qarori bilan kripto birjasi orqali bu shaxsning hamyoni muzlatiladi va undagi barcha bitcoinlar davlat foydasiga musodara qilinadi. Bu kabi holatlar muntazam sodir bo'lib turadi. Masalan, AQSh Adliya vazirligi 2021 yilda bir jinoiy ish bo'yicha qariyb 3,6 milliard dollar qiymatdagi kriptovalyutalarni musodara qilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, kripto dunyosida anonimlik ko'pincha nisbiy tushuncha bo'lib qolmoqda. Misol, onlayn biznesni bloklash. Mening onlayn do'konim Uz nomli kichik e-commerce sayti oyiga o'rtacha 10 ming AQSh dollari daromad keltiradi. Ular mahalliy mahsulotlarni sotishadi va to'lovlarni onlayn tizimlar orqali qabul qilishadi. Biroq soliq inspeksiyasi ular tomonidan to'langan soliqlar haqiqiy daromadlariga mos kelmasligini gumon qilib tekshiruv boshlaydi. Tekshiruv natijasida ular soliqdan qochishda ayblanadi. Sud qarori bilan saytning domen nomiga egalik huquqi vaqtincha bloklanadi. Hosting xizmati to'xtatiladi va sayt ishlamay qoladi. Mijozlarning buyurtmalari to'xtatiladi. Onlayn hisob varaqlar muzlatiladi. Bu holatda biznes nafaqat jiddiy moliyaviy zarar ko'radi, balki o'z obro'sini ham yo'qotadi va mijozlar ishonchini yo'qotadi. Saytni qayta ishga tushirish uchun uzoq muddatli yuridik kurash va katta mablag'lar talab qilinadi. Misol 3. Ijtimoiy tarmoq akkauntinining musodara qilinishi. Bir blogerning Instagram sayfasida 1 million obunachisi bor
va u oyga o'rtacha 3000 AQSh dollari miqdorida reklama daromadi oladi. U siyosiy mavzularda keskin fikrlar bildirib, ba'zi bir ma'lumotlarni tarqatadi. Mahalliy qonunchilikka ko'ra, bu ma'lumotlar dezinformatsiya yoki ijtimoiy nizolarga sabab bo'luvchi deb topiladi. Tegishli organlar Instagram ma'muriyatiga so'rov yuboradi. Platforma o'zining foydalanish shartlariga va mahalliy qonunlarga tayangan holda blogerning sahifasini vaqtincha bloklaydi, keyin esa butunlay o'chirib tashlaydi. Bloger darhol daromad manbaidan, auditoriyasidan va yaratgan barcha kontentidan mahrum bo'ladi. Uning ishi va mashaqqati bir lahzada yo'q bo'ladi. Misol to'lov platformasidagi mablag'larning muzlatilishi. Freelancer Dilshod AQShdagi bir kompaniya uchun web dizayn xizmatlarini ko'rsatib, Payoneer hisobiga oyiga 5000 AQSh dollari oladi. Bir kuni uning Payoneer hisobi kutilmaganda muzlatiladi. Sababi sifatida shubhali tranzaksiya faoliyati ko'rsatiladi. Dilshod bu holatning sababini tushunmaydi, chunki u har doim qonuniy yo'l bilan ishlagan. Ma'lum bo'lishicha, unga pul o'tkazgan kompaniyaning bir nechta operatsiyalari xalqaro sanksiyalar ro'yxatiga tushgan bir shaxs bilan bog'liq bo'lgan. Payoneer xalqaro bank qoidalariga rioya qilgan holda barcha bog'liq hisoblarni tekshirish uchun muzlatib qo'ygan. Dilshodning mablag'larini qaytarib olish uchun bir necha oy davomida murakkab hujjatlarni taqdim etishi, tekshiruvlar natijasini kutishi va advokat xizmatlariga murojaat qilishi talab etiladi. Bu esa uning ishi va shaxsiy moliyasiga jiddiy putur yetkazadi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar raqamli konfiskatsiya mexanizmlari doimo ham aniq va shaffof ishlayvermaydi. Bu yerda bir nechta muhim nuanslarni bilish zarur. Bir, qonuniy sabablar va suiiste'molliklar. Raqamli aktivlarni musodara qilishning qonuniy asoslari mavjud. Bularga jinoiy faoliyat, pul yuvish, giyohvand moddalar savdosi, terrorizmni moliyalashtirish, soliqdan qochish, sud qarori asosidagi qarz undirish, xalqaro sanksiyalarga rioya qilish, intellektual mulk huquqlarini buzish kabi holatlar kiradi. Biroq afsuski bu mexanizmlar ba'zan noto'g'ri ayblovlar, xatolar, siyosiy motivlar yoki davlat organlarining vakolatini suiiste'mol qilish holatlarida ham qo'llanilishi mumkin. Ba'zan qonunchilikdagi bo'shliqlar yoki noaniqliklar ham shunga yo'l ochadi. Masalan, ayrim mamlakatlarda ekstremistik material degan tushunchaning ta'rifi shunchalik kengki, oddiy blog yozuvi ham uning ostiga tushishi mumkin. Yurisdiksiya murakkabligi, raqamli aktivlar jismoniy chegaralarga ega emas. Siz O'zbekistonda turib, Germaniyadagi serverda joylashgan saytga egalik qilishingiz, AQShda ro'yxatdan o'tgan kompaniya orqali hosting xizmatidan foydalanishingiz va Britaniyada joylashgan kripto birjasi hisobingiz bo'lishi mumkin. Bunday hollarda biror muammo yuzaga kelsa, qaysi davlatning qonunlari qo'llanilishi juda murakkab masala bo'ladi. Bir mamlakat qonunchiligiga zid bo'lmagan harakat boshqa mamlakatda jinoyat deb hisoblanishi mumkin. Bu esa huquqiy kurashni yanada qiyinlashtiradi va uzoq muddatga cho'zishi mumkin. Xalqaro huquq normalari va mamlakatlararo shartnomalar bu masalani qisman hal etadi, ammo har doim ham emas. 30. Xizmat ko'rsatuvchi provayderning roli. Google, Meta, Facebook, Instagram, Binance, PayPal kabi yirik raqamli platformalar ko'pincha davlat organlarining so'rovlariga javob berishga majbur bo'ladi. Ular o'zlarining foydalanish shartlari, Terms of Service asosida yoki ichki siyosatlari bo'yicha hatto sud qarorisiz ham ba'zi hollarda hisoblarni muzlatishi yoki blokirovka qilishi mumkin. Masalan, agar platforma sizning hisobingizdan noqonuniy faoliyat amalga oshirilayotganini aniqlasa, o'z foydalanuvchilarini himoya qilish va o'z obro'sini saqlash uchun darhol chora ko'rishi mumkin. Bu ayniqsa pul yuvishga qarshi qonunlar va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash SHIFT doirasida juda keng tarqalgan. Platformalar har bir mamlakatning o'ziga xos qonunlariga rioya qilishga harakat qiladi va bu esa ba'zan foydalanuvchi huquqlarini cheklashga olib kelishi mumkin. 4. Anonimlik va kuzatuvchanlik. Kriptovalyutalar dastlab anonimlikni ta'minlash maqsadida yaratilgan edi, ammo hozirda ko'pgina kriptovalyuta tranzaksiyalari kuzatilishi mumkin. Markazlashgan birjalar va hamyonlar KYC, Know Your Customer va AML qoidalariga rioya qilishlari shart. Ya'ni ular foydalanuvchilarning shaxsini tasdiqlashlari va tranzaksiyalarni nazorat qilishlari kerak. Bu esa anonimlikni deyarli yo'qqa chiqaradi. Hatto markazlashmagan kriptovalyuta hamyonlari, masalan MetaMask ham, agar ular bilan bog'liq kishi aniqlansa, kuzatuv obyektiga aylanishi mumkin. Kriptovalyuta
manbalari qora bozor faoliyati bilan bog'liq bo'lsa, ularni qaytarish deyarli imkonsizdir. 5 qayta tiklashning qiyinligi jismoniy mulk musodara qilinganda. Uni qayta tiklash uchun ma'lum bir protseduralar mavjud bo'lishi mumkin. Raqamli aktivlar bilan esa vaziyat murakkabroq. Agar sizning kripto pullaringiz bir marta hukumat tomonidan musodara qilingan bo'lsa, ularni qaytarib olish uchun uzoq va qimmat huquqiy jarayonlardan o'tish talab etiladi va natija kafolatlanmaydi. Domen nomlari yoki ijtimoiy tarmoq sahifalarini qayta tiklash ham ko'pincha texnik va yuridik jihatdan katta qiyinchiliklarga duch keladi. Bu jarayonlar hatto eng tajribali yuristlar uchun ham bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. 6. Bulut muammosi. Sizning ma'lumotlaringiz bulutda saqlanadi deganda, ular aslida qaysidir kompaniyaga tegishli serverlarda joylashgan bo'ladi. Bu degani siz bu ma'lumotlarga to'liq egalik qilmaysiz. Balki ularni o'sha kompaniya xizmat ko'rsatish shartlari va joylashgan mamlakat qonunlari doirasida foydalanishingiz mumkin. Agar kompaniya sizning ma'lumotlaringizni hukumatga topshirishga majbur bo'lsa, u bunga rozi bo'ladi va sizning bu holatga ta'sir o'tkazish imkoniyatingiz cheklanadi. Misol uchun, elektron pochtangiz, fayllaringiz yoki zaxira nusxalaringiz Google Drive, Dropbox kabi xizmatlarda saqlansa, ular ham tegishli qonunlar doirasida nazorat ostida bo'ladi. Amaliy maslahatlar. Nimalar qilishingiz kerak? Raqamli konfiskatsiya xavfini kamaytirish va o'zingizni himoya qilish uchun bir nechta amaliy qadamlarni amalga oshirishingiz mumkin. O'zingizni o'qiting va xabardor bo'ling. Raqamli aktivlarga oid qonunlarni, xususan O'zbekiston Respublikasi va siz foydalanayotgan xizmatlar joylashgan davlatlarning tegishli qonunlarini muntazam ravishda kuzatib boring. Kriptovalyuta, onlayn biznes va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha yangiliklardan xabardor bo'ling. Qonunchilik juda tez o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda ma'lumotlarni yangilab borish muhimdir. 2. Aktivlarni diversifikatsiya qiling va markazsizlashtiring. Barcha raqamli pullaringizni yoki ma'lumotlaringizni bitta joyda birja, elektron hamyon, bulut xizmati saqlamang. Kriptovalyutalarni bir qismini apparat hamyonlarda, hardware wallet saqlang. Masalan, Ledger, Trezor bu sizga to'liq nazoratni beradi. Domen nomlaringizni turli registr xizmatlarida ro'yxatdan o'tkazing. Muhim ma'lumotlaringizni bir nechta joyda zaxiralang, jumladan jismoniy disklarda ham. 3. KYC amali protseduralarini tushuning. Agar siz kripto birjalar yoki elektron hamyonlardan foydalansangiz, ularning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ish va tranzaksiyalarni nazorat qilish bo'yicha siyosatlarini o'rganing. Bu qoidalar nima uchun mavjudligini va ularga rioya qilish sizning xavfsizligingizga qanday ta'sir qilishini biling. Anonimlikni saqlashga urinish noqonuniy deb hisoblanmasligi kerak. Lekin bu tizimlarni tushunish sizni kutilmagan holatlardan himoya qiladi. 4. Yuridik maslahat oling. Agar siz muhim raqamli aktivlarga ega bo'lsangiz yoki raqamli biznes bilan shug'ullansangiz, IT va kiberhuquq sohasida ixtisoslashgan advokat bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Ular sizga xavflarni baholashda va ularni kamaytirish bo'yicha qonuniy maslahatlar berishda yordam bera oladi. Ayniqsa, xalqaro faoliyat olib borayotgan bo'lsangiz, bu juda muhim. 5. Ma'lumotlaringizni zaxirlang. Barcha muhim raqamli fayllaringizni, hujjatlar, fotosuratlar, veb-sayt kontenti muntazam ravishda zaxiralang. Bu zaxira nusxalarini xavfsiz va internetdan uzilgan joyda, masalan, tashqi qattiq diskda saqlang. Bu sizning ma'lumotlaringizga kirish imkoniyati yo'qolgan taqdirda ham ularni qayta tiklashga yordam beradi. 6. Hisoblaringizni himoyalang, kuchli, noyob parollardan foydalaning va 2 faktorli autentifikatsiyani 2FA yoqing. Phishing hujumlaridan ehtiyot bo'ling va shubhali havolalarni bosmang. Bu choralar nafaqat raqamli konfiskatsiyadan, balki hakerlar hujumidan ham himoya qiladi. Chunki hisobingiz hakerlar tomonidan egallab olinishi ham aktivlaringizni yo'qotishga olib keladi. 7. Soliq qonunchiligiga rioya qiling. Agar siz raqamli aktivlardan daromad olsangiz, barcha daromadlaringizni deklaratsiya qiling va soliq qonunchiligiga muvofiq soliqlarni to'lang. Soliqdan qochish raqamli aktivlaringizning musodara qilinishiga olib kelishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan sabablardan biridir. Bu ayniqsa kriptovalyutalardan olingan daromadlar uchun juda muhim. Chunki ko'plab mamlakatlar bu daromadlarni soliqqa tortishga kirishgan. Hek huquqlaringizni biling. Agar sizning raqamli aktivlaringiz muzlatilsa yoki bloklansa, sizning shikoyat qilish yoki apellyatsiya berish imkoniyatlaringiz qandayligini biling.
xizmat ko'rsatuvchi provayderning qo'llab-quvvatlash xizmatiga qanday murojaat qilish kerakligi, qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligi haqida ma'lumotga ega bo'ling. Agar sizning raqamli aktivlaringiz konfiskatsiya qilinsa, nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. B. Vahima qilmang. Avvalo xotirjamlikni saqlang. Vaziyatni baholash va to'g'ri qaror qabul qilish uchun tinch bo'lish muhim. 2. Sababini aniqlang. Raqamli aktivlaringizning muzlatilishi yoki bloklanishi sababini aniqlashga harakat qiling. Platforma yoki tegishli organ tomonidan qanday sabab ko'rsatilganini toping. Agar sabab ko'rsatilmagan bo'lsa, uni so'rang. 3. Xizmat ko'rsatuvchi provayder bilan bog'laning. Elektron pochta, chat yoki telefon orqali platformaning qo'llab-quvvatlash xizmati bilan darhol bog'laning. Vaziyatni tushuntiring va ular nima qilishni maslahat berishlarini so'rang. Ulardan barcha kerakli ma'lumotlarni va qadamlarni yozma ravishda taqdim etishlarini talab qiling. 4. Barcha tegishli hujjatlarni to'plang. Aktivlaringizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, tranzaksiya tarixi, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, pasport, guvohnoma, daromad manbalarini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi varaqalari, shartnomalar va boshqa bog'liq ma'lumotlarni to'plang. Bular sizning ishingizni isbotlash uchun juda muhimdir. 5. Yuridik maslahat oling. O'z mamlakatingizdagi yoki raqamli aktivlar joylashgan davlatdagi malakali advokatga murojaat qiling. U sizning holatingizni ko'rib chiqadi, huquqiy baho beradi va keyingi qadamlar bo'yicha maslahat beradi. Ayniqsa, agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki xalqaro yurisdiksiya masalasi mavjud bo'lsa, advokat yordami shart. 6. Rasmiy shikoyatlarni yoki apellyatsiyalarni yuboring. Advokat yordamida yoki o'zingiz. Tegishli organlarga yoki platformalarga rasmiy shikoyat yoki apellyatsiya yuboring. Barcha hujjatlarni ilova qiling va vaziyatni batafsil bayon eting. Jarayonning har bir bosqichini hujjatlashtirib boring. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun siz bilan raqamli konfiskatsiya deb ataladigan bugungi kunda juda dolzarb va jiddiy muammoga aylangan mavzuni atroflicha ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek, bu nafaqat kriptovalyuta olami, balki onlayn biznes yurituvchilar, frilanserlar, kontent yaratuvchilar va hatto oddiy internet foydalanuvchilarining ham muammosidir. Raqamli dunyoda yashar ekanmiz, raqamli aktivlarimizni himoya qilish ham xuddi jismoniy mulkimizni himoya qilish kabi muhim bo'lib qolmoqda. Bu xavf real, ammo to'g'ri bilim va amaliy choralar bilan o'zingizni va aktivlaringizni himoya qilishingiz mumkin. Xavfsiz bo'ling, bilimli bo'ling va raqamli mulkingizni asrang. O'z fikrlaringizni izohlarda yozing. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va eng muhimi kanalga obuna bo'lishni unutmang. 0. Bu yerda siz kelajakdagi xavflardan ogoh etuvchi va moliyaviy savodxonligingizni oshiruvchi qimmatli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha